oxirgi marta oyim yopib bergandilar shunaqa somsalarni. Hoy, itvachchalar. Mazza qilyapsizlarmi? Mundoq o'rtaga qo'yadi, hammani chaqiradi, oling deydi. Shunchalik ham somsa ko'rmaganmisizlar? Qornimiz ochib ketdi. O'zingiz ovqat bermaysiz-ku, hamma ovqatda o'zingiz bolalaringizga tashlaysiz. O'char ovozingni. Qo'y. Ularning joyiga. shoxi bormi? Sen ham qo'y. Bu yoqqa ber. Oling, o'sha bolalaringizga tashing. Bundan keyin ko'chadan ovqat keladigan bo'lsa, mendan beruxsat og'zingizlarga soladigan bo'lsanglar, o'zingizlardan olib kelinglar. Tushunarlimi? Ertalab berasizmi? Ertalab qolsa yeysan. Qolsa, bo'lmasam yo'q. Och, o'lib ketamiz shekilli. Nima deganing bu? Mana akam cho'zilib yotibdi boydan beri, mazzasi bo'lmay. Ovqatlanmadilaringmi? Yo'q, ovqat bermadi. Qanaqasiga bermaydi? Izzat? Ey, tinchlikmi? Oshqozonim og'riyapti, o'lib qolaman hozir. Nimaga og'riydi oshqozon? O'zidan o'zi og'rimasa kerak. Bo'pti, tur doktorga olib boraman. Necha kundan beri ovqat yemadi bu? 3 kundan beri. Oshqozonim burayapti. Qani bo'pti, turchi. Tur. Olmayman. Bo'pti, kel, ko'tarib olaman uni. Kel. Yo'q, shu yerga turdi o'zi. Kitob o'qigan yaxshi bo'ladi. Men yaxshi bola bo'lishni xohlamayman. Katta bo'lsam yomon bola bo'laman. Bildingiz? Dadamni o'chimni olaman. Men urganlarda ularni ham uraman. Jim, ana xotin eshitib qolmasin. Eshittirsan, uni ham uraman. Hammasini yomon ko'raman. Ashhadu